如果遇到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。 Pechini dukkanidagi hamoqat g'alati maxluq. Bo'ladi go'g'o. Biz tartib bo'yicha bu pechinlarni yeylik. Bo'yi eng egizda boshda yesin. Shunga men boshda yey. Bo'yi pakala keyin yesin. Men keyin yey. Hay. Endi bo'yi egizlarmi, bo'yi pakarlarmi hech qaysisi pechini yemaydigan bo'ldi. Chaqiraq ekran doim govuni qo'rqitib yetadi. Chaqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika paydo bo'ldi. Bu Mukral xonimkan. U o'zining pechin do'konida g'alati maxluqlar pechinsi pishirdi. Biz yeb chiqqan g'alati maxluq pechini yeyishni bak yaxshi ko'ramiz. Bak yeyishlik. Yaxshimisiz Mukral xonim? Yaxshimisizlar, Lili, Markusko, u mening faqatlam olib qolmadi. Mukral xonim, siz qanday qavarchilik yo'liqdingiz? Men ozroq ishlar bilan sirtqa chiqmoqchi edim, biroq mening jiyanim hamoqat qilib maxluqqa yordamlashga kelibdi. Hamoqat g'alati maxluqi. Moslaviyadagi eng hamoqat maxluq. To'g'ri dedingiz, u haqiqatan shundoq. Masalan, mushu yerda u mening g'alati maxluq pechinamni qilaymagan qilyapti. Qaranglar uning kiyinivelishiga. Hamoqat g'alati maxluqi paypqini oyoqdan sirda kiyyapti. Kalta ishtinning sirda kiyyapti. U nihoyatda bek. Hamoqat maxluq. To'g'ri. Men hozirla sirtqa chiqatdim, biroq men bu hamoqat g'alati maxluqni do'konga yolg'iz qo'yib qo'ysam bo'lmaydi. Yolg'iz qo'ysam u bu yerni qalayim-qalashtirib yetadi. Shunga sizlar kelib qarab bersanglar bo'lamdi. Do'konga xaridor kelmadi. Menga bir les g'alati maxluq pechinisi pishirib bersanglar. Endi ishqilma Mukral xonim. G'alati maxluq matematika atrofidaglar hozirla yo'lga chiqadi. Biz bir les g'alati maxluq pechinisi pishiramdik. Men ishnimayki biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimida foyda qila olamiz. G'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atrofiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, tartib. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Tartib. Hozir demaysan-ku, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andin keyin. Ma'qul Lili. Mayli g'alati maxluq matematika atirti tezroq berib yordam qilaylik. Bo'lmasa Mukral xonimning g'alati maxluq pechin do'koni o'ngtay-to'ntay bo'lib ketadi. Yaxshimisiz, g'alati maxluq matematika atirti tangriga shukr. Sizlar oxiri keldinglar. Men faqat chiday olmadim. Hamoqat g'alati maxluq pechinilarni qalayim-qan qilyapti. Ansirmang Mukral xonim. Biz sizga g'alati maxluq pechinisini pishirishga yordam qilamiz. Biz yeb chiqqan pechinlarni yeyishni bek yaxshi ko'ramiz. Bek yeyishdik. Tangrim, men mangmisam bo'lmadi. Cho'qim reseptga tartib bo'yicha qalanglar. Bu bek muhim. Tartib bo'yicha? U nima gap, ha? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Tartib. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1 2 3 Tartib. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. Bu g'alati maxluq kiyimni kiyib maktabga bormoqchi, biroq qanday kiyishni bilmadi. Paypoqni oyoqning ustiga kiydi. Nima degan tut? Sen kiyimni qalayimqan kiysang bo'lmaydi. Avval paypoqni, andin oyoqni kiygin. Tartib bo'yicha kiysang xatolashmaysan. Ish kiyimni ishtonning sirtiga kiyib olsang va qisqarlik turadi ekan, biroq undaq kiysang bo'lmaydi. Avval ish kiyimni, andin ishtonni kiyish kerak. Endi
to'g'ri bo'ldi. Hozir hamma kiyimlarni to'g'ri kiydi. G'alati maxluq kiyimni kiyib bo'ldik. Maktabga berish tayyorligi bitdi. Tartib bo'yicha ish qilsa bek jabonlik ekan. Bo'ladi. Bizga besh yordam qildi. Biz hozir tartib bo'yicha ish qilishni bilib oldik. To'g'ri. Ish qilganda oldikani tartib bo'yicha ish qilish kerak. Masalan, oldi bilan paypoqni kiyish, ondan oyoqni kiyish. Yana ish kiyimni boshda ishdan keyindin. Makara xonim bizga retseptga tartib bo'yicha qilinglar degan. Tartib bo'yicha ish qilishni bilib oldik. Biz cho'qim birlis g'alati maxluq pechinsi pishira olamiz. Tartib deganmi matematika askartma so'zi. Shunga biz g'alati matematika tuxumidan foydalanmaylik. Oy! Haqiqat g'alati maxluq. Biz o retseptni ko'rib baqsak bo'lamdi. Men ko'rib azroqmi tushunamadim. Men bek hamoqat. Leli, retseptga nima deb yozilibdi? Buningda avval pechini yepish qaqlarini pishirish taqsiga qo'ydik ekanmiz. Unda qo'shimcha materiallarni ustiga qo'yib, pechini qaqlab pishirdik ekanmiz. Unda pechini joz ustiga qo'ydik ekanmiz. Biroq men bularni hammasini qildim. Men avval qo'shimcha materiallarni pishirish taqsiga soldim. Mana bundaq ondan qaplab pishirdim. Ondan uni joz ustiga qo'ydim. Eng oxirida pechini pishiriqlarini ustiga qo'ydim. G'alati maxluq pechinisini yasab bo'ldi. Bu qarmoqqa g'alati maxluq pechinisiga o'xshamaydi-ku, ha? Ismi g'alati maxluq pechinisiga qat'iy o'xshamaydi ekan. Menimcha bu pechinni tek qaqlab pishirmadik. To'g'ri, ham qo'shimcha materiallar ustiga selinmagan. Men nima degandim? Men nimani xato qilgandim men? Sizningcha bu haqiqat g'alati maxluqning qilgan pechinsi tartib bo'yicha bo'lganmidi? Menimcha bu shundoq. Biz eng yaxshisi boshdan oxir yana bir qitim qilib boqaylik. Bu qitim to'g'ri tartib bo'yicha pechini pishiraylik bo'lammi? Retseptda birinchi qadamda avval pechini yepishqoqlarini pishirish taqsiga qo'ydik ekanmiz. Ondan qo'shimcha materialni sepdik ekanmiz. Men pishirish taqsisini olay. Men pechini yepishqoqlarini olay. Biz men qo'shimcha materiallarni olay. Ondan bu qo'shimcha materiallarni qo'yay. Vah, bo'ldimi? Qarmoqqa to'g'ri emaslikla qiladi-ku, shundaqmi? İşte haqiqatlar. Sizlar unutib qoldinglarmi? Biz cho'qim to'g'ri tartib bo'yicha pechini yozishimiz kerak. Avval pechini yepish qaqlarini pishirib taqsiga qo'yamiz. Ondan keyin qo'shimcha materialni ustiga sepamiz. Bek hamoqat. Birinchi qadamda avval pechini yepishqoqlarini to'kamiz. Bo'ldi. Pechini yepishqoqlarini pishirish taqsiga to'kib bo'ldik. Hozir qo'shimcha materialni sepamiz. Bu eng qaltis qismi. To'g'ri, biz cho'qim jig' sepishimiz kerak. Qarmoqqa bek yeyishlik ko'rinyotidi. Uningdan keyinchi. Andan biz pechini do'qibga silib qaqlab pishiramiz. Eng oxirida uni joz ustiga qo'yamiz. Ama qilay. Joz ustiga qo'ydi. Undaqda yesak bo'lamdi. Menimcha bo'lmadi-ku deyman-ku bu. Sizlar-chi? Nega bo'lmadi? Men shunda qo'yilgan. Amisi biz tartibni almashtirib qo'ydikmi? Biz avval pechini yepish qaqlarini to'kib bo'ldik, to'g'ri? Ondan keyin qo'shimcha materialni sepdik. To'g'ri. Andin biz uni duxovkaga solib pishiramiz. Hopla, biz pechenni joz ustiga qo'yib qo'yibdimiz. Tex duxovkaga solib qaqlab pishirmabdik. Tartib yana xato bo'lib qopti. Yana qilayim qaqilib o'tibdi men. Men xatoligini tuzitib beray. Buni duxovkaga solamiz. Endi bo'ldimi? Tek bo'lmadi-ku bu. Ozroq vaqt saqlasak anda pishirib bo'lamiz. Bo'ldi. G'alati maxluq pechinsi qaqlab bo'ldik. Eng oxirida biz buni jazning ustiga qo'yaylik. Biz yepishqoq g'alati maxluq pechinisini bek yaxshi ko'ramiz. Bek yeyishdik. Xaridor keldi. Men birinchi. Men ikkinchi. Men bek hamoqat. Kimga boshni berishni bilmay qoldim. Hopla, endi qanday qilishimiz kerak? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Tartib, ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1, 2, 3, tartib. Bak qaltis bo'ldi. G'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. 3 dona raqamli kichik maxluqlar tuzildi. Boshdan oxiri 1, 2, 3 dal mushu tartib bo'yicha tuzildi. 3 kichik g'alati maxluqlar har tarafga qochib ketdi. Ko'rdinglarmi? Rad qalayimqan bo'lib ketdi. 3 dona raqamli kichik maxluqlar tuzildi. Boshdan oxiri 1, 2, 3 dal mushu tartib bo'yicha tuzildi. Xayr xo'sh. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani. Bizga besh yordam qilding.
hozir tartibning nimaligini bilib oldik. Narsalarni tartib bo'yicha tizishni bildirdi. Hey, sizmi tartibning nimaligini bildingizmi? Avval biz bu kichik maxluqlarni tinchlantiraylik, ondan ularga pechin tarqitib beraylik. Hey, yoki bo'lmasa ular rad tartib bo'yicha tizilib tursin. Biroq qanday rad tiziladi? Ular do'konga kirganda qo'liga birdan nomer olgan edi. Ondan ularning qo'lidagi nomerga asosan pechin tarqitib beraylik. Ha, men yordamlashay. Bo'ldi, kichik maxluqlar. Kelib, rad tizlanglar. Bu birinchi nomer. Bu ikkinchi nomer. Bu uchinchi nomer. Bo'ladi, bu birinchi nomer. Bu seniki. Ikkinchi nomer. Bu seniki. Bu seniki. Uchinchi nomer. Biz yepishqa qaliti maxluq pechenisini bek yaxshi ko'ramiz. Haqiqatan yeyishlik. Bizning yordamimiz ostidan bu Kralxinamning do'koni qalaymaqan bo'lmasdan yana bir les o'xshagan g'alati maxluq pechinsi pishirdik. Biz tartibning nimaligini bilgandan keyin andan qila oldik. Şuna albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yoritaylik. Hamsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz birlikda matematik bilimlardan foydalanaylik. Oy! Oh, qaranglar, yana bir qanchtal pechini eshib qopti. Biz tartib bo'yicha bularni yevitaylik. Bu egizlar avval yesin. Chaq-chaq qilib qo'ydim go'vo. Bo'yi pakarlar boshda yesin. Yo'q, meningcha eng hamoqat g'alati maxluqi eng boshda yesin. Men bek hamoqat. Vah.